Aka shundan moshinangizni chetroq olib turing, yuk tushiryapti, xalaqit qiladi-ya, bratan. Senga nima? Qaqa xolasam shaq qo'yaman, shini qilgina gurshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Radiator iskilar cho't ekanmi? Chet, aka, keling. Assalomu alaykum, xormanglar. Assalomu alaykum. Keling, aka, o'tiring. Aka, biz Toshkentda santexnika do'kon ochgandik. Menga sizlarni birinchi qo'lib aytishdi. Katta ob'yomda, arzon narxlarda ishlamoqchimansizlar bilan. Aka, to'ppa-to'g'ri eshitibsiz. Bizlar haqiqatan ham narxlarimiz arzon, lekin hamkorlik masalasi bo'yicha xo'jayin o'zlari bilan gaplashasiz. Xo'jayininglar qanday, aka? Tashqarida bo'lishlari kerak edi, aka. Ha, yo'q. Chiqib buni o'zlari bilan gaplasha qolaman. Bo'ldi, aka, yuklaringizni chiqarib yubordik. Xo'p, sog' bo'ling. Keling, aka. Aka, uzr boya sizni tanimay qoldim. Aka, oldingizga hamkorlik qilish maqsadida kelgandim. Hamkorlik masalasi deding, ha. Biz odamlarni ko'rinishiga qarab baho beradigan insonlar bilan ishlaymiz. Sog' bo'ling, aka. Nima qilyapsan? Xo'jayin, shuni karillab qo'ydim bittasiga. Iltimos, furchat qo'ying.